Qizlar, yangi ishni boshlashdan qo'rqmang. Siz kuchlisiz. Hamma qilayotgan ish sizning ham qo'lingizdan keladi. Osonidan boshlang, maqsad qo'ying va sekinlik bilan katta natijalarga albatta erishasiz. Hech qachon hayotingizda yangi sahifani boshlashdan qo'rqmang. Yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar, shunchaki qadam tashlang. O'rganishdan, o'qishdan uyalmang. Sizga to'g'ri keladigan 100 dan ortiq kasblar bor. O'zingizga yoqqanini tanlang. 45 yoshda akusherka bo'lgan, 50 yoshida rulga o'tirgan, 55 yoshida konditerlikni o'rganib o'z sexni ochgan, 43 yoshida tikishni o'rganib yaxshi dizayner bo'lgan, 38 yoshida floristikaga o'qib chiqqan, 27 yoshida pianino chalishni o'rgangan tanishlarim bor. Men hamma narsaning imkoni borligiga ishonaman. Agar inson istasa, u cho'qqilarni zabt etadi. Yalqovga esa hamma narsa bahona. Eri, bolasi, qaynonasi, xullas butun dunyo aybdor. Faqat o'zi emas. O'rganaman desangiz, dunyolar qo'lini ochadi siz uchun. Shuni bilsangiz bas. Qo'rqmang, eplaysiz.